Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugungi obzorimizda Swiss S07 modeli. Bilaman, bu modelni siz nima uchun xarid qilmoqchisiz? Chunki bu mashina benzinda yuradi. Shu maqsadda siz bu mashinani xarid qilish uchun obzorlarni ko'rishga YouTube ga kirgansiz. Hozir esa ekran qarshiga yaqinroq o'tiring, semichgacha olib bemalol maza qilib tomosha qiling, chunki bu mashinani biz to'liq obzor qilamiz. Ikir-chikirlari, xullas narxi nech pulligini esa videoni oxirida aytaman. Ungacha operator bitta chiroyli kadrlarda mashinachani sizlarga ko'rsatadi. Biz esa boshladik. Xo'sh, o'rtoqlar, mashinamizni ko'rinishiga keladigan bo'lsak, ko'rib turganlaringizdek monoled chiziq Nissan mashinasiga o'xshab ketadi. Bu yoqda esa reshotka va faralari mana bu o'ng tomon, chap tomonda joylashgan. O'rtoqlar, hozirgi kungacha mana shu mashinani hech kim yomonlab otziv bermagan. Chunki haqiqatan ham mashina o'shanga sootvetstv qiladi. Brend shunga harakat qiladi. Chunki mashinani xarid qilganingizdan keyin 6 yillik kafolat beriladi. 200 ming kilometr garantiya. Bu degani mashinani siz bemalol любой joy tiq qilgan vaqtda servisga olib borib bepul taxlatishingiz mumkin. Sizga bunaqa kafolatni kim beradi? Sultanov Motors. Ana endi xo'sh, mashinamizni yana bir qiziq faktni aytishim kerak. Bu mashina 7 kishilik crossover hisoblanadi. Bunaqa narxda bunaqa crossoverni topa olmaysizlar. Chunki bozorni bemalol aylanishlaringiz mumkin. Hozirgi kunda Sultanov Motorsda bu mashinamizni siz chegirmada, ya'ni 35 million so'm chegirmada 325 million so'mga xarid qilishingiz mumkin. 7 kishilik crossover, o'rtoqlar, tushunyapsizlarmi? Xo'sh, birinchi eshikni ochganlaringizdan keyin sizlarni obshifka bilan tanishtiramiz. Chunki siz videodan buni maksimalli ko'rishingiz kerak. Nimalari bor mashinada? Xo'sh, mashinamiz Sony akustikasi bilan jihozlangan. Bu bir. Xo'sh, ikkita sideniy ham elektronli, ya'ni pastlarini ham, tepasini ham bemalol elektronli boshqarasiz. Mashinada abagrev, abduv, undan tashqari pamyat sideniylargacha bor. Masalan, xohlaysiz, ayolingiz haydasa 1 ga qo'yib haydaydi. Masalan, o'zingiz 2 ga qo'yib haydaysiz. Masalan, 3 pozitsiyalaringiz, masalan, har kimdan keyin o'tirganlaringizdan keyin sideniyani o'ynatib, bunaqa qilib o'tirmaysizlar. Pamyat mana bu yoqda saqlanib qilasizlar, xohlaganlaringizga bemalol haydashlaringiz mumkin. Xo'sh, mashinani oynalariga keladigan bo'lsak, o'rtoqlar, to'rtalasi ham avtomatik yopiladigan funksiyaga ega. Bu nima uchun kerak? Yo'lda ketayotgan vaqtingiz orqani yopish kerak bo'lsa, uni ushlab o'tirishingiz kerak ba'zi mashinalarda. Bunda esa bittagina shunchaki agar tushirmoqchi bo'lsangiz, shuncha sekin bossangiz o'zi tushadi. Agar qattiqroq bitta bosib yuborsangiz, o'zi dakancha tushadi yoki dakancha o'zi ko'tariladi. Buni ushlab o'tirish shart emas. Bu faqatgina bitta o'ynaga amal qilmaydi. 4 tala o'yna ham xuddi shunday funksiya bilan jihozlangan. Bu bir. Ham detalga ketadigan bo'lsak, xo'sh, bu yoqda bizani fara ko'tarib tushiradigan, bagaj ochadigan funksiya va o'sha yomg'irda to'rilmaydigan takoy spускdan tushish uchun funksiyalari. Rulga keladigan bo'lsak, rul multimedia polностью. Rulni bu tomoniga o'tadigan bo'lsak, o'rtoqlar, multi-adaptivniy cruise control, ya'ni siz buni bemalol 60-70 tezlikda gazni bosmasdan turib upravlять qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari samotormojeniye, ya'ni mashinani oldinda o'zi ko'rganda o'zi saqlaydi, o'rtoqlar. Bu umniy mashinalarda bu mashina ham xuddi zamonaviy o'sha mashinalardek umniy, o'rtoqlar. Hozirgi kunda bilasizlar, yangi mashinalar chiqqan, ya'ni Nissan, boshqa mashinalarda panorama tom, lekin bitta minusi bor. Lyuk ochilmaydi. Bu mashinada siz ham panorama tom olasiz, ham lyuk, ya'ni bemalol havo salqinda lyukingizni ochib maza qilib yurishingiz mumkin. Chunki siz Swiss S07 da yuribsiz, tushunyapsizmi, bratim? Xo'sh, mashinani menga yana bitta eng yoqgan taraflaridan birini aytib o'taman, o'rtoqlar, sizlarga. Salon ichidan mana bu tepa bor-ku, qop-qora. Mashinchaga plyonkachani o'rganingizdan keyin mashinacha top-to'rik emashadi, tojikcha qilib aytganda qop-qorong'i bo'ladi, xolos. Menga mana shu jihati juda ham yoqdi, chunki ko'p mashinalarda e'tibor berganman, patolog seri bo'ladi. Bu mashinada patolog qop-qora. Xo'sh,
oldin svetlari bor. Ko'rganlaringizdek, xohlasangizlar buni eshik ochilganda qo'yasizlar, o'zi yonadi. Bularni hamma bilsa kerak. Avarenka juda ham qulay joyda turibdi. Takoy, peshxodda to'xtadingiz, qidirib o'tirmaysiz. Qayerda edi, nima edi? Mana ko'zingizni oldida qilib qo'yganlar. Undan tashqari steklopodnyomniklar, undan tashqari rizgavik, bularni tushuntirish shart emas. Salonni bu qismiga o'tadigan bo'lsak, salonda o'rtoqlar klimat kontrol bor. O'zi masalan klimat kontrol o'zi nima? Juda ko'pchilik aytadi, klimat kontrol. Klimat kontrol degani siz yo'lda ketyapsiz, siz xohlaysiz sizni tomoningiz 18 gradusgacha sovishni. Lekin shunaqa o'rtoqlarim bor mana, sovuq qotadi-da, konditsionerni o'chir yo'q, kim nima qil deydi. Ular uchun o'zi xohlasa istadi. O'sha narsa klimat kontrol deyiladi. Bu meni territoriyam o'zimniki salqinlashadi. Bu territoriyani xohlasa 30 gradusgacha o'zi isitishi mumkin. Mana shu narsa klimat kontrol. Bundan tashqari o'rtoqlar, orqada ham bemalol deflektorlari bor. Mana bu yoqni ham sovutsa bo'ladi. Takji ular o'zlari kontrol qilishadi buni. Sizdan so'rab o'tirishmaydi, chunki meni konditsionerimni yoqib yubor degan narsa yo'q. Mana o'zida monitori bor. Bemalol xohlasa o'zi uchun konditsionerini yoqadi, orqadagi inson xohlasa o'chiradi o'rtoqlar. Bu degani 4 tomon ham xullas muzdek ketadi. Bu sideniya, ya'ni shofyor sideniyasida ham sharoit zo'r, bu tomonda ham sharoit zo'r, orqada ham sharoit ideal, chunki hammani o'zini deflektorchasi bor, xullas havo issiqqa konditsionerchasi bor. Xo'sh, bar qismiga keladigan bo'lsak o'rtoqlar, barimiz unchalik katta bo'lmasligi mumkin, lekin polezna qilgan. Siz uchun sharoit yaratilgan barni ichida, chunki bilasizlar, hozirgi kunda havo issiq. Barni ichi qaynab ketadi. Bu yoqda mana bunaqa funksiyasi bor. Mana bu konditsioner yoqilgan payti, mana bu yerda masalan nimadir qo'yadigan bo'lsangiz, konditsioner bu barni ichini ham sovutadi. Bu aynan mana bu parfyum qo'yganda parfyum qizib chiqib ketmaydi. Parfyumlarni joylashtirish uchun mana shu narsani o'ylaganlar menimcha, lekin zo'r. Xo'sh, bu yerda esa bespроводной zaryadnik, bilasizlar, hozirgi kunda kabel iPhone'ga tushadi ba'zi hozir Type-C ga o'tgan. Xullas, kabel ko'tarib yurib o'tirmaysizlar, chunki mashinani o'zi bespроводной quvvatlaydi. Telefonni shunchaki qo'yib qo'yasizlar. Yana undan tashqari mana bu reshotkachalari bor-ku. Reshotkachalari bu mashinani, telefonni sovutadi. Bu telefon zaryadkada turgan vaqti qizib ketmasligi uchun mana bu yerda ventilyatorchalari bor. Telefonchani shunchaki qo'yasizlar mana. Bo'ldi. Zaryad olib o'zi ketadi, ishlaringizni bitirasizlar. Xo'sh, yana nima funksiyalarni aytsam bo'ladi bu mashinani? Bardachok o'sha 1-2 pachka sig'adigan, unchalik katta emas, normalniy. Salon qismidagi sideniyalarga keladigan bo'lsak, o'rtoqlar, полностью perforirованный kojadan qilingan, чисто натуральный koja. Ko'rib turganlaringizdek, mana bunaqa teshikcha narsalari bor. Oldin shu nima deb o'ylardim, bu o'sha axlajdat qilishga yoki isitishga rol o'ynaydi. Juda ham katta, chunki pastda bilasizlar, abagrefi bor. Bu yoqdan abagreifni yoqsangizlar issiq havo chiqib o'tiradi. Agar abduf yoqadigan bo'lsangiz, salqin havo haydab o'tiradi, chunki ko'tlaringiz terlamasligi uchun Xitoy shu narsalargacha o'ylab qo'ygan. Qaysi zamonaviy mashinada, eng arzon narxli mashinada shunaqa funksiyalar bor? Yo'q bunaqa funksiyalar. O'rtoqlar, bunaqa narxdagi mashinaga 100% bunaqa funksiyalar yo'q. Bu yana bitta mashinaning pluslaridan biri, buni kattagina bagaji. Bu bagajda xohlasangizlar chimodanlarni 4tasini qator qilasizlar. Bu целый oila degani uchib ketsa biror joyga, обычно chimodan sig'maydi. Ikkita chimodandan keyin juda ko'pchilik mashinada joyi yetmaydi. Yana qo'shimcha taksi zakaz qilamiz. Bizning o'zimizda xuddi shunaqa voqealar bo'lgan. Chunki biz qayergadir ketayotgan bo'lsak, chimodanlarimiz sig'magan va отдельный mashina zakaz qilib, chimodanlarni yuklab, unga o'zimiz boshqa mashinada ketganmiz. Bunaqa bu narsa sizlarda bo'lmaydi. Chunki bemalol bu yoqda 4 ta 5 tagacha chimodan bemalol sig'adi. Undan tashqari agar yo'q bagaj sifatida ishlatmayman desangiz ham детский rяд deganimiz bilan bu yoqda bemalol katta insonlarni ham sig'dirsangiz bo'ladi. Xullas, mashinangizda 1, 2, 3, 4, 5, 6 kishi shofyor bilan 7 kishi sig'adi. Tushunyapsizmi? 7 kishi mana shu mashinaga sig'adi. Haqiqatan Xitoy sizlarga 7 kishilik mashinani shunchaki arzonga beryapti. Nima uchun deb o'ylaysizlar? Yana sizlar aytasizlar, Xitoy bo'lmaydi, Xitoy unaqa, Xitoy bunaqa. Yo'q, Xitoyning hamma narsasi ham yomon emas.
Chunki brendini ustiga ishlaganlari o'zlari brendlari uchun ishlashadi. Masalan, mana shu Suis kompaniyasi o'z brendini ustida ishlayapti. Klientlarni yo'qotmaslik uchun sifatga, полностью servislarga qarab qo'ygan. Chunki klient всегда прав и nima desam, endi sarafanli radio masalan men mashina xarid qilgan bo'lsam, Suis 07 ni mendan so'rashsa, qanday servis obslužit qilyaptimi desa, ha, qilyapti deyman. Chunki haqiqatan qilyapti. Agar qilmas edi, odamlar aytardi, yo'q, Suisning servisi yo'q, boshqa balon biston. Masalan, hozir bilasizlar, Instagram shu darajada rivojlangan, bemalol ertasi kuni video tarqalib ketadi. Masalan, qaysidir kompaniya qilmasa. Lekin bu kompaniyadan hozirgacha minus topmaganim uchun ham 2 yildan beri men shu mashinani reklama qilyapman o'rtoqlar. Undan tashqari, agar siz Sultanov Motorsdan mana shu Suis modelini xarid qiladigan bo'lsangiz, sizga qarang. Parok qo'shib beradi. Mana parok qo'shib beriladi. Mana bu tonirovka xizmati полностью bepul bo'ladi. Undan tashqari mana bu radiatorda setka qo'yib berishadi bular. U ham bepul. Undan tashqari hozir yana qanaqadir aksiyalar ketyapti. Instagramga kirsangizlar, xullas ko'rishlaringiz mumkin. Televizorlar berishyapti. Undan tashqari hozir bitta mashina xarid qilganga yana bitta mashina berishyapti. Xullas ko'p gapirib o'tirmoqchi emasman. Agar mana shu mashinani haqiqatdan ham yoqqan bo'lsa sizlarga, bemalol Suis Buxaraga borib, test drive bor. O'zlaringiz minib, haydab ko'rib, yamalarga tushirib, qanaqa yaxkim bu mashina, qattiqmi ko'rishlaringiz mumkin. Motor qismini aytmabman. Ha, operator aytganim yo'q. Xo'sh, motor qismiga keladigan bo'lsak, o'zi bu obzorni qilishimizdan maqsad benzinda yuradigan akalar uchun. Chunki hozir bilasizlar, zamon rivojlangan, hamma xohlasa gibrid oladi yoki da xohlasa elektrokar oladi, lekin menga o'xshab motorni yaxshi ko'radigan akalar uchun bu mashina. Chunki bu mashina o'rtoqlar полностью benzinda yuradi. Xohlasangizlar propan qo'ysangizlar bo'ladi, xohlasangizlar metan qo'ysangizlar bo'ladi. Bu sizlarning sharoitlaringizdan kelib chiqqan holda. O'rtoqlar, mashinamizni motori 1.6 turbina, 190 ot kuchi, где-то 200 ta ot kuchi bor. Sizlar hozir 0 dan 100 gacha so'rashlaringiz mumkin. 0 dan 100 gacha где-то 10 sekundga chiqadimi? 0 dan 100 gacha 8 sekundda chiqadi. Siz 8 sekund o'zi aytishingiz mumkin. Ha, aka, Porsche masalan 3 sekundda 100 ga chiqadi, boshqa qiladi. Ey, akajonim, siz qayerga bosasiz bu mashina bilan hozir? Hamma joy radar bo'lsa, 100 haydab bilmasak, akkuratniy maza qilib yurasiz. Gazni bosganingiz bilan rasxodingiz ko'payib ketadi. O'zingiz aytasiz keyin benzin, falon pul bo'lib ketgan. Nimaga kerak? Mana bu mashina bilan siz bemalol shahar ichida 10 litr benzin rasxod qiladi. Tushunapsizmi? 10 litr. Dalniga ketishda esa 7-8 litr. Konditsioner buni hisobini olganda, biz buni odzovni juda ko'pchilikdan eshitdik, chunki haydab yurgan insonlarimdan men telefon qilib, obzordan oldin so'radim. Aka, mana shunaqa obzor qilyapman mashinani. Qanaqa ayting, qancha yeyapti, rasxodlari qancha deganimda shu narsani aytishdi. Chunki shahar ichida dedi 10-12 ta benzin rasxod qilyapmiz. Bu ham 12 ta deganim sababi chunki ba'zi joylarda bosamiz, ba'zi joylarda svetoforda qolib ketamiz yoki da mashinani o'chirmay bir joyga kirib ketamiz, bir yarim soatlab turadi. O'shanda benzin ko'payapti deyapti. Lekin dalnida 7-8 litr rasxod qilyapti mashina. Xo'sh, mashinamizni necha pul summa bilan chiqarsak bo'ladi? Masalan, menda hozir yarim puli bor yoki undan ozgina kamroq deganlar uchun, o'rtoqlar, mashinani 25% boshlang'ich to'lov bilan, ya'ni bu 80 million so'm bo'ladi. 80 million bilan siz mashinani xarid qilishingiz mumkin. Bo'lib to'lash asosida, kreditga emas. 60 oygacha bo'lib o'zini narxini to'lashingiz mumkin. Masalan, keling 80 million bilan mashinamizni chiqaradigan bo'lsak, siz 3 yillik рассрочкаga xarid qilishingiz mumkin. Masalan, 40% to'laydigan bo'lsangiz, уже yili ko'payadi. Masalan, siz 50% to'lov qiladigan bo'lsangiz, mashinani 60 oygacha, ya'ni 5 yilgacha muddatga bemalol xarid qilishingiz mumkin. Kredit emas, полностью bo'lib to'lashga. Mashinani o'zini narxini bo'lib to'laysiz. Hech qanaqa tam nimalarsiz. Hoji akalar uchun bu menimcha taklif juda ham zo'r. Как бы agar menga bo'lsa xarid qilib yuboraydim. Agar sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib yoki mana shunaqa Suis 07 xarid qilaman degan jo'rayingizga mana shu videoni tashlab qo'ying. Biz esa ketdik.